Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hop, Psixologiya tarixidan navbatdagi darsimizni sizlar bilan birgalikda a, olib boramiz. Demak, bu galgi mavzuyimiz 20 asrni boshlarida, 20 asrdan keyin psixologiyani taraqqiyoti, rivojlanishi haqida. Ya'ni bu davrlarda bir qancha yangi yo'nalishlar, yangi maktablar, ilmiy maktablar yuzaga kelgan. Ularni asosiy faoliyat sohasi, a, yo'nalganlik jihatlarini va asosiy g'oyalarini, asoschilarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, rejaga muvofiq psixologiyada e, metodologik inqiroz o'zi nima, nima sababdan u yuzaga kelganligini demak ko'rib chiqamiz birinchi navbatda. Hop, keyingi navbatda esa bu yerda e, o'sha yuqorida aytib o'tilgan yangi maktablar, behaviorizm birinchi namoyandalaridan bittasi behaviorizm maktabi, uni tavsifi, uni yangicha talqini. Bundan tashqari gestalt psixologiyasi, psixoanaliz va uni rivojlanishi, Karl Gustav Jungning analitik psixologiyasi, Adlerning individual psixologiyasi, gumanistik psixologiya va kognitiv psixologiya, uh, psixologiyani asosiy yo'nalishlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz rejaga muvofiq ravishda. Demak, birinchi navbatda, birinchi rejaga muvofiq, hop, bu yerda umumiy tafsilot ketadi. Ya'ni 20 asrda psixologik muhit, holat qanaqa ko'rinishda bo'lgan. Hop, 20 asrda psixologiya fan sifatida mustaqillikka erishib bo'ldi. Ya'ni u falsafa fani tarkibidan ajraldi, o'zi mustaqil fan sifatida tashkil etildi. Psixika falsafadan ajralib eksperimental tarzda tadqiqot obyektiga aylandi. Ya'ni insonni ruhiyati, psixikasi demak o'sha o'rganilish uchun alohida bir obyektga aylantirilganligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shu holatdan uni mustaqil fan sifatida shakllanishiga turtki bo'lganligini biz ham avvalgi darslarda ham gapirib o'tdik. Ilmiy metod, tajriba, kuzatuvlar markaziy o'ringa chiqishni boshladi. Ya'ni endi u mustaqil fan bo'lganligi uchun har qaysi maktab, yo'nalish insonni ruhiyatini qaysidir qismini o'rganish uchun o'zlarini metodlarini oldinga surishni boshladi, taklif qilishni boshladi. Kimdir shaxsni xulq-atvorini, kimdir bilish jarayonlarini, aqliy qobiliyatlari, intellektini, kimdir shaxsni emotsiyalarini, irodaviy sifatlarini yoki kimdir birgalikdagi umumiy jihatlarni yoki muloqot xususiyatlarini, mana bu jihatlarda ilmiy metodlar yaratila boshladi va bu metodlardan foydalangan holda psixologiyada eksperimentlar, tajribalar va kuzatuvlar o'tkazila boshlaganda bu yerda 20 asr fonida namoyon etilmoqda. Endi psixologiyada ochiq inqiroz, metodologik inqiroz degan tushunchalar mavjud. Bu nima sababdan yuzaga keldi va uni mohiyati nimadan edi? Oqibatlarini ham bu o'rinda gapirib o'tamiz. Hop, 20 asrni 10-30 yillarda psixologiya fanida metodologik inqiroz yuzaga keltiryapti va bu davr uchun Vygotskyni ajoyib bir fikrlari mavjud. Ya'ni bu davrni tavsiflovchi psixologiya metodologiya asoslari inqirozi deb atadi. E, Inqirozni ochiq namoyon bo'lishi psixologiya fanining o'sishi va rivojlanish jarayonida mavjud nazariya qarashlarning yangilanishi va o'zgarish zaruratini ko'rsatgan. Shu davrgacha endi yig'ilgan psixologiyadagi ma'lumotlar e, mana bu 20 asrga kelib insonlarni e, to'laqonli ruhiyatini aks ettira olmadi. Demak, yangicha bir jihatlari, bosqichlari, yangicha bir holatlari e, bu yerda kuzatildi. Shuning uchun ham yangi ma'lumotlarni yangilanishi, rivojlanishiga bu yerda zarurat paydo bo'ldi. O'sha davrda demak inqiroz yuzaga keldi. Endi shunday prognoz qilish mumkin. Endigi davrda ham psixologiyada inqirozlar bo'ladi. Sababi bugungi kunda mana shu davrgacha bo'lgan davrdan eng katta farqlari virtual olamni ha, rivojlanganligi, uni shaxsni xulq-atvori, bilish jarayonlari, emotsiyalari, ular ruhiyatning turli jabhalariga katta ta'sir etmoqda. Endi metodologik yondashuv unga nisbatan
o'zgarishliligi, yangi metodlar, yangicha qarashlar, yangicha nazariyalarni talab etadi bu. Mana shu nuqtai nazardan e, kutilayotgan ehtimoliy jarayon, ya'ni psixologiyada ham inqiroz. Bu inqiroz salbiy yoki ijobiy ma'nodaligini umuman avvaldan aytish qiyin. Hop, 20 asr boshlarida psixologiyada turli yo'nalishlar paydo bo'ldi. Asotsializm, introspektizm, strukturalizm, funksionalizm, biheviorizm, psixoanaliz, yoki bo'lmasam o'sha geshtalt, gumanitar psixologiya, bizlar kognitiv psixologiyalarni ko'rishimiz mumkin. Ular bir-biriga qarama-qarshi g'oyalarni ilgari sura boshladi. Ya'ni har bitta ilmiy maktab o'zini tanlab olgan psixologik obyektidan kelib chiqib nazariyalarni ilgari surishni boshladi va natijada ba'zida ko'p hollarda aytish mumkin bir-biriga zid bo'lgan, qarama-qarshi bo'lgan g'oyalar bu yerda to'qnashganini ko'rish mumkin. Bu narsa o'sha yuqorida aytib o'tgan 20 asr boshlaridagi inqirozlarni keltirib chiqardi. Inqirozlar qayerdan kelib chiqdi desa, o'sha turli xil yo'nalishlar, ilmiy maktab nazariyalar paydo bo'ldi. Ularga bir-biriga nisbatan zid qarashlari, qarama-qarshiliklari mana bu yerda inqirozni jadallashtirdi deb ayta olish mumkin. Natijada yagona ilmiy metodni yo'qligi psixologiya izchil falsafatda birlashtirish imkonini chekladi. Ularni yagona bir to'xtamga keladigan holat yo'q edi. Sababi hozir maktablarni tavsiflaganimizda buni qanaqa holatda, qanaqa vaziyatdaligi sizga ham ayyon bo'ladi. Hop, shu sababli psixologlar orasida inson psixika o'rganishli obyekt predmeti metodlar aniqlash borasida keskin bahs, munozaralar kechdi. Ya'ni boya aytganimizdek konkret bu yerda yo'nalish yoki bo'lmasa izchil tizim mavjud bo'lmaganligi uchun bu sohada hamma ilmiy maktab o'zlari asos qilib olgan qanaqadir qarashlar, nazariyalar asosida harakatlanishni boshladi va ko'p hollarda ularni o'sha nizoli ilmiy holatni vujudga keltirganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi bu yerda psixologiyadagi metodologik inqiroz bu keskin, ziddiyatli, murakkab bo'lgan bo'lsa-da, o'zida pozitiv mazmunni ham shakllantiradi. Ya'ni uni bizga hozirgi kun psixologiyasiga qanaqa ta'siri bo'ldi desa, buni ijobiy jihatdan ham aytishimiz mumkin. Nimaga deganda, u Yevropa mamlakatlari va Rossiyada yangi psixologik yo'nalishlar, ilmiy maktablarni yaratdi va ko'plab psixologiyadagi nizoga olib keladigan tushunchalar ancha munchasi yoritildi, oydinlik kiritildi unaqa masalalarga. Hop, yoki bo'lmasam shunaqa tushunib olishimiz mumkin, o'sha muammoni, nizoli vaziyatga olib kelgan muammoni yechimi topildi deb bu yerda tushuntirish mumkin. Bu esa psixologiyada yo'nalishini o'zaniga, o'zini yo'liga tushganligini ko'rsatuvchi bitta jihat hisoblanadi. Endi buni o'sha psixologiyada metodologik inqiroz, demak inqirozdan keyingi davr psixologiyada demak rivojlanish uchun katta zamin yaratganligini ko'ryapmiz. Shu nuqtai nazardan bu bir qancha pozitiv mazmunni ham aks ettirdi deb bu yerda ko'rsatib o'tyapmiz. Ilmiy psixologiyani shakllanishi o'zi dastlabki davrlarda 1879 yilda Vilgilm Wundt, bu olimni yaxshilab eslab tushunib anglab olishimiz kerak bo'ladi, chunki aynan o'sha Vilgilm Wundt psixologiyada dastlabki laboratoriyalarni ochgandan keyin psixologiya alohida mustaqil falsafada shakllanishni imkoniyati yaratildi. Eksperimental metodlar psixik hodisalarni o'lchashga imkon berdi. Psixologiya falsafadan ajralib mustaqil empirik falsafada shakllandi. Endi bu yerda o'zi alohida mustaqil falsafada endi rivojlanishni boshladi va bunda bir qancha ilmiy maktablar o'zini yo'nalishidan kelib chiqib hissasini qo'shganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop,
Endi bu yerda 20 asr psixologiyasining umumiy xususiyatlari nimada edi deganda, birinchi navbatda psixologik tadqiqotlar laboratoriya asosida olib borildi. Avval psixologik tadqiqotlar introspeksiya, ya'ni o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zini tahlil qilish metodi yagonaligicha qolgan bo'lsa, endi laboratoriya orqali shaxsdagi psixik jarayonlar, ruhiyatidagi, emotsiyasidagi e, yoki bo'lmasa intellektidagi qaysidir jihatlarni laboratoriya metodlaridan foydalanib aniqlash imkoniyati bu yerda yuzaga keldi. Hop, inson huquqi, tafakkuri, hissiyoti obyektiv o'rganila boshladi. Obyektiv o'rganila boshlagani sababi boyagi introspeksiyada e, bunda obyektiv va subyektivlik o'rtasida chegara mavjud emas edi. Ya'ni tasavvur qiling, siz o'z-o'zingizni kuzatasiz, qaysidir vaziyatda siz o'zingizga real, haqqoniy, obyektiv baho bera olmasligingiz mumkin. Yo'q, menimcha vaziyat yomon edi, bo'lmasa men shunga javob topardim, judayam murakkab bo'lib ketdi vaziyat, bo'lmasa emotsiyalarni yaxshi ishlardim, aslida men unaqa emasman degan tushuncha kelib qolishi mumkin. Bu obyektiv fikrlash emas, bu subyektiv fikrlash hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan e, bu yerda o'sha laboratoriya miqyosida jadal inson ruhiyatini o'rganish bu yerda obyektiv o'rganilishni ta'minlab berdi. Asosiy yo'nalishlari bu yerda behaviorizm, geshtalt, psixoanaliz, gumanistik va kognitiv psixologiyalari ilmiy maktablari yo'nalishlari yuzaga keldi va ularni bugungi kun zamonaviy psixologiyasida o'rin nihoyatda katta va biz hammasini birma-bir tavsiflab o'tib ketamiz. Hop, platformalarga siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar, bugungi o'zimiz uchun chuqurlashtirib o'rganish uchun ma'lumotlar joylashtirildi, topshiriqlar joylashtirilgan. Ularni ko'rib bugungi darsimizni mustahkamlab olishingiz kerak bo'ladi. Biz navbatdagi darsimizda o'sha yangi yo'nalishlar behaviorizm, geshtalt psixologiya, gumanistik va kognitiv psixologiyalar mohiyatini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz.